Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ Sport kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga O'zbekiston hamda Portugaliya o'rtasidagi to'qnashuvdan oldin terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaroning bildirgan fikrlari hamda Eldor Shomurodovning bildirgan fikrini taqdim etamiz. Albatta, agarda video sizga yoqadigan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Kanalga esa obuna bo'lishni unutmagan holda biz videoni boshladik. Bosh murabbiy Fabio Cannavaro shunday fikrlarni bildirib o'tgan: raqibimiz jahon chempionatidagi eng kuchli jamoalardan biri hisoblanadi. Agar Portugaliya jamoasini tahlil qilib ko'rsangiz, ularning qanotlarida juda kuchli futbolchilar bor. Dunyoning eng yaxshi yarim himoya chiziqlaridan biriga ega. Shuningdek, futbol tarixidagi eng yaxshi futbolchilardan biri ham shu jamoada o'ynaydi. Shunday ekan, bu oson o'yin bo'lmaydi, lekin biz jahon chempionatidamiz. Jamoa sifatida harakat va mehnat qilishimiz zarur, chunki ijobiy natija bilan maydonni tark etishning yagona yo'li shu. Eldor Shomurodov: biz raqibimizning birinchi turdagi o'yinini natijasiga ahamiyat bermadik. Bu haqida hozir o'ylashning payti emas, balki 3-turdan keyin buni muhokama qilarmiz. Hozir biz uchun eng asosiysi ertangi bahs. Fabio Cannavaro: biz Portugaliyaning futbol falsafasini o'rganishga harakat qildik. Ular doimo to'pni nazorati orqali o'yinni boshqarishni yoqtiradi. Shuningdek, uchrashuvni juda faol boshlashga intilishlarini ham bilamiz. Chunki imkon qadar tezroq o'yinni o'z foydasiga burishni, himoyani yorib o'tishni istaydi. Shundan kelib chiqib, biz ham bunga tayyorgarlik ko'rdik deb o'ylayman. O'z rejamiz va strategiyamiz bor va maydonda aynan o'z o'yinimizni namoyish etishga harakat qilamiz. Futbol shunday o'yin. Biz juda kuchli jamoaga qarshi maydonga tushayotganimizni bilamiz. Ammo avval ham aytganimdek, biz bundan qo'rqmaymiz. Qo'limizdan kelgan yaxshi o'yinni ko'rsatishga va uchrashuv oxirigacha kurashishga harakat qilamiz. Fabio Cannavaro yana shunday fikrlarni bildirgan: avval ham aytganimdek, biz faqat Krishtianuga qarshi o'ynamaymiz. U futbol tarixidagi eng yaxshi futbolchilardan biri, biroq Portugaliya faqat Ronaldodan iborat emas. Ularning asosiy tarkibida ham, zaxirasida ham juda ko'p yuqori saviyali futbolchilar bor. Shunga qaramay, jarima maydonida Ronaldoni bir lahza ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. U standart vaziyatlarda ham, o'yin davomida ham istalgan paytda gol urishga qodir. Shu bois butun o'yin davomida maksimal darajada diqqatli bo'lishimiz kerak. Eldor Shomurodov: Kolumbiyaga qarshi birinchi bo'limda murabbiy ko'rsatmalarini to'liq bajara olmaganimiz evaziga xatolar kelib chiqdi deb o'ylayman. Ertaga bunday xatolarni takrorlamasdan o'z o'yinimizni ko'rsatishga, to'pni ko'proq nazorat qilib, vaziyatlar yaratishga harakat qilamiz. Fabio Cannavaro: jamoaga kelganimizdan buyon asosiy e'tibor futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga qaratildi. Ayrim futbolchilar turli chempionatlarda o'ynagan, ba'zilarida esa ma'lum ma'lumotlar mavjud edi. Shunga qaramay, so'nggi o'yin davomida futbolchilarning holati yaxshi ekanini ko'rdim. Jamoa uchrashuvni yuqori tempda yakunladi va barcha o'zini yaxshi his qilmoqda. Eldor Shomurodov: hammasi yaxshi, hayajon bo'lishi tabiiy, biroq maydonga chiqqan birinchi daqiqamizdanoq bu esdan chiqadi. Fabio Cannavaro: albatta statistikalarni tahlil qilish oson emas. Masalan, to'pning harakat tezligiga qarasangiz, futbolchilarning texnik mahorati qanchalik yuqori ekanini tushunishingiz mumkin. Men faqat jismoniy ko'rsatkichlarga qarashni yoqtirmayman, chunki yakunda eng muhimi to'pni qanday nazorat qilishingiz, qanday uzatishingiz va uni qanchalik kam yo'qotishingizdir. Menimcha, agar siz o'yin davomida to'pni 20 marta yo'qotsangiz, uni qaytarib olish uchun 20 marta yugurishingizga to'g'ri keladi. Bu esa juda muhim omil. Portugaliyaning statistikasiga esa albatta ko'p jihatlar bo'yicha yuqori darajada. Biz buni bilamiz va tahlil qilib chiqdik.
Shu bilan birga biz maydonda tartibsiz ravishda har tomonga yugurib yurishimiz kerak emas. Masala ko'p yugurishda emas, to'g'ri yurishda. To'pni yo'qotmaslik va uni qayerda qaytarib olishni bilish muhim. Eldor Shomurodov: biz Abbos bilan klubda ham birga o'ynaymiz, mashg'ulotlarda ham doimo birgamiz. Shu sababli ham bir-birimizni o'zaro yaxshi tushunamiz desam bo'ladi. Eng muhimi bir jamoa bo'lib yaxshi natija qo'lga kiritishga harakat qilamiz, dedi Eldor Shomurodov va Fabio Cannavaro intervyu jarayonida. Roberto Martinez O'zbekistonga qarshi uchrashuv oldidan nimalar dedi? Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez seshanba kuni bo'lib o'tadigan O'zbekistonga qarshi bahs oldidan o'z jamoasi ichidagi muhit haqida gapirib, tashqi bosimlarga qaramay kiyinish xonasida birdamlik kuchli ekanligini ta'kidladi. Tanqidlar futbolning bir qismi, dedi Martinez matbuot anjumanida. Ammo men sizni ishontirib ayta olamanki, bu durang bizni yanada kuchli qildi. Hozir guruhimiz oldingidan ham ko'ra ko'proq birlashgan va jipslashgan. Kongoga qarshi bahsda dastlabki 20 daqiqadan so'ng biz tartib va tuzilmani yo'qotdik, dedi Martinez. O'zbekistonga qarshi o'yinda bu jihatlarni yaxshilashimiz kerak. Ular jahon chempionatiga ilk bor chiqishgan va ularda o'lchab bo'lmaydigan bir omil bor. Bu ularning yuragidagi ulkan orzu va ishtiyoqdir. Biz ularga juda katta hurmat bilan yondoshamiz, dedi Martinez.